Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi obzorimiz Cherry Arizo 8 bo'ladi. Xo'p, Cherry Arizo 8 eng oxirgi full pozitsiyasi hisoblanadi. Ko'rib turganingiz eng oxirgi full pozitsiya. Bundan ikkita pozitsiyamiz bor. Hozirda hamma joyda tayyor bor. Keling, unda sizlar bilan salon qismi bilan o'tirib tanishib o'tamiz. Xo'p, salon qismimiz kelaverishida elektronika sedaniga ko'z tushishi mumkin. Hop, original Sony kolonkalar, elektronika rul, polni kojadan ishlangan, splashnoy monitor ko'rib turganingizdek, eshik apshipkalarigacha polni kojada ishlatilgan va barlarda, tarpetkalarda bemalol koja ishlatilgan. Mashinamiz korobkasi robot bo'ladi, 3 xil rejimda yuradi. Eco, sport, normal. Barda ichida eng asosiysi xaladniklarigacha беспроводный zaryadchik va splashnoy monitor, climate control ko'rib turganingizdek. Podstakanchiklari, podlokolniklari, elektronika sidenalari, panorama tom, video registratorlarigacha bor mashinamizda. Xo'p, endi motor qismimizga keladigan bo'lsak, motorlari 1.5 turbina motor, 347 ot kuchi. Xo'p, motor ot kuchiga keladigan bo'lsak, 143 ta va gibrid tok ot kuchiga keladigan bo'lsak, 204 ta. Shaharda ichida rasxodlar 3,5-4 litrda. Polni zapravka bilan 1900-2000 kilometrgacha yuriydi. Tokda o'zida bo'ladigan bo'lsa 150-200 kilometrgacha yuriydi bemalol. Agar sizga Arizo 8 avtomobili qiziq bo'ladigan bo'lsa, Cherry Qarshi avtosaloniga tashrif bering va pastdagi yozilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.